Assalomu alaykum barchaga kanalimga xush kelibsiz. Sizlar bilan Adintro, Kaminaning kaptari Doniyor Abduhalilov. Bugun sizlar bilan 3Dda yangiliklarni obzor qilib chiqamiz. Hozirgina tandirdan issiq chiqqan yangilik bilan sizlarni siylayman. Demak, joylaringga yaxshilab o'rnashib olasizlar. Biz obzorni boshladik. Qani kel. Esinglarda bo'lsa, bir oy oldin anchagina shov-shuvlarga ega bo'lgan 3D forumda anchagina gap so'z bo'lgan. Ya'ni ruslar o'zbeklarga qarshi bunt ko'targan, ya'ni qo'zg'olon ko'targan, model o'g'irlashda ayblagan, ya'ni modelni sotishda ayblagan, qanaqadir multi akkauntlarda ayblagan. Endi mana shularga tochka qo'yildi, qoidalar yangilandi. Keling, mana shular bilan, qoidalar bilan sizlar bilan tanishib chiqamiz. Demak, do'stlar, ko'rib turibsizlar, mana yangi hozirgina chiqqan yangilik 2025-yil 6-noyabr kuni bu narsa ishga tushdi. Ya'ni aytyapti bu yerda: "Мы обновили 3 пункта правил для авторов модели. Изменения касаются передачи аккаунтов, размещения модели, созданными другими авторами, или использования их материалов, использования нескольких аккаунтов одним пользователем". Endi aytyapti, o'zgarishlar akkauntlarni sotishga, ya'ni jo'natishga, ya'ni bir-biriga o'tkazishga, размещение модели deyapti, ya'ni model qo'yishga, созданными другими авторами, ya'ni boshqa avtorlardan, ya'ni boshqa odam yasagan modelni o'zingizning akkauntingizga qo'yishga yangi qoidalar ishlab chiqarildi deyapti. Va ularning materialini ham ishlatishga ruxsat etildi degan ma'noda aytyapti. Использование нескольких аккаунтов одним пользователем. Ya'ni aytyaptiki, bu yerda bir nechta akkauntlarni bitta odam ishlatishga ham ruxsat etilganlik to'g'risidagi qoidalar o'zgartirildi, deyapti. Самые внимательные уже заметили эти обновления правилам. Эта статья мы подробно разбираем, что теперь разрешено, что остается под запретом, какие действия в спорных ситуациях при примерами поясняем. Текст сами правил можно просмотреть здесь, debdi. Endi bir boshdan tushuntirib chiqamiz, deyapti. Qisqa lo'nda tushuntirib ketaman men sizlarga. Теперь разрешено передавать или продавать аккаунт, если одновременно выполнили оба условия. Bu yerda o'qib chiqdim. Endi men sizlarga osonroq tushuntirib beraman. Mana shu rasmda ko'rsatilgandek texpodдержкаga yozasizlar, ya'ni pomosh bo'limiga yozib, mana shu yerda yozasizlar, mana "Здравствуйте" deb turib, mana bu yerda передача аккаунтda nickname'ni yozasizlar, bu yerga temani другой tanlaysizlar, "Я" deb turib ismi va nickname'ni yozasiz. "Передаю право на аккаунт", keyin ссылка на профиль debdi. Ya'ni pользовательning profiliga nima qilib qo'yasizlar? Sotganda, akkaunt sotganda bemalol shunaqa пользователю имя, nickname, pochtasini qilib, keyin Telegram'i bo'lsa, Telegram'ini ham yozib qo'yasiz. "Подтверждаю, что аккаунт нет купленных про модели и активной подписки на 30 бесплатных моделей". С этого момента ответственность на аккаунт полностью переходит к новому владельцу. Ya'ni men akkauntimni sotyapman birovga, men sotgan akkaunt mana shu odamga tegishli deb turib, o'shani daniylarini kirityapman. Undan tashqari uni nomerini, telegramini va pochtasini yozib berishim kerak. Chunki ular xabardor bo'lish kerak akkaunt boshqa odamga o'tganligi bo'yicha. Bu narsa faqat sovg'ada ham ishlasa bo'ladi, ya'ni kimgadir bersanglar ham yoki sotsanglar ham ishlasa bo'ladi. Faqat uni daniylarini berish kerak. Tushunyapsizlar? Endi yana bitta qoidasi bor ekan, mana shu yerda, ya'ni u odamda, ya'ni sotayotgan akkauntni pro modellar sotib olinmagan bo'lishi kerak. Ya'ni pro model sotib olgan bo'lsa, endi u akkauntni o'tkazib bo'lmaydi boshqaga. Ya'ni pro model sotib olinmagan va 30 ta bepul podpiskaga ega bo'lmaslik kerak. Xullas, 3Dga ziyon kelmaslik kerak-da. Shu misolda tushuntiryapti. Endi ikkinchi bobga o'tamiz. Использование чужих материалов. Ya'ni birovda materiallarini ishlatish. Bu materiallar bo'lishi mumkin, xoh modelni qisman chasti bo'lishi mumkin. Bu yerda katta o'zgarish bo'lgan. Men masalan
ancha xursand bo'ldim bu narsalarni deyishdi. Masalan, sizlar ham ko'p odamlar xursand bo'ldi, chunki bu 3D ni biznes tarzida yuritadigan odamlar ham kam emas, anchagina ko'p. Pul berib model yasab ketganlar ham endi qonun doirasida ishlasa ham bo'ladi. Endi oldin qonunga zid holatda ishlayotganini bildirmasdan, gruppalarda ham yashirincha oldi-sotdi qilayotgan. Endi bemalol pravasini olsa bo'ladi. Faqat aytayapti, ikki tomon kelishgan holatda, ya'ni sotgan odam, sotib olgan odam kelishib, uni razresheniyasini olish kerak va uni endi moderatorga jo'natish shart emas. Sizni material ishlatayotgan, prosta o'z uchun saqlab qo'yasiz. Qanaqadir konflikt holatga kelib qolsa, o'sha nimani so'rab qolsa, moderatorlar unga tashab berishinglar uchun. Tushundinglar? Mana bu yerda polностью tushuntirgan nimaligini. Kimgadir kerak bo'lsa, polностью o'rganib olinglar, lekin qisman o'shani tushuntirilgan, общий. Endi keyingisi mana xuddi men aytganman, mana yerda mana shu teksturani ishlatayotgan odam sizlarda pochtalarga mana shu holatda uzr, ozgina tomog'im og'riyapti. Mana shu holatda jo'natish kerak. Pismo jo'natib qo'yish kerak. Bu sizlar buni saqlab olasizlar. Xohlanglar pochta bo'lsin, xohlanglar Telegramdan bo'lsin. Tipa shu ma'noda sizlarda dostupinglar bo'lishi mumkin. Screenshot olib olasizlar, saqlab qo'yasizlar. Datasi ko'ringan bo'lishi shart. Endi endi bu yerda aytyapti, jalba qilsa ham bo'ladi, deyapti. Ya'ni kimdir sizni materialingizda, kimdir boshqa narsangizni sizdan beso'roq ishlatgan bo'lsa, mana shu holatda sporная модель, originalniy model deb. Ya'ni sizni modelingizni kimdir kopiya qilib, o'shanday qilib yasab qo'yib, sizni materialingizni ishlatsa, siz o'sha materialni endi qo'yib, modelni tagiga o'zingiznikini originalini qo'yib, texpodдержкаga jo'natsangiz bo'ladi. Ular ko'rib chiqib sizga kerakli tarzda o'zlari chora ko'radi. Ya'ni uni ban qilishi mumkin, modelini o'chirib yuborishi mumkin, sariq berishi mumkin. Endi ularning ishi. Endi asosiy eng zo'r qismiga yetib keldik. Multi akkauntlar, ya'ni bir nechta akkaunt bitta odam ishlatishi. Bu narsa aniq tasdiqlandi. Bemalol ishlatishinglar mumkin. Faqatgina qoidasi bor. Uchta qoida. Reytingni konkurs bo'lganda yoki qanaqadir narsalarda o'ziga o'zi like bosmaslik eng asosiysi. O'ziga o'zi поддержка qilmaslik va boshqa akkauntlardan 3 ta bepul model bor, o'shani skachat qilmaslik. Tipa 3D'ga ham nagruzka kelmasligi uchun. Demak, tushundinglar degan umiddaman. Bugungi mavzu juda ham qiziq bo'ldi. Kimgadir qiziq bo'lsa, yana dalshi nima mavzuda video qilaylik, yozinglar. Undan tashqari bizga kursimiz bor, 3D'da 0 dan boshlanadi. Rasmini chiqarib qo'yaman. Ana shu yerda hozir kakras nima ketyapti? Yig'yapmiz, odam yig'yapmiz. Kurs почти bitgan. Xudo xolasa, odam yig'ilishi bilan srazu kursni boshlaymiz. Sizlarni Telegramda yopiq gruppaga qo'shaman. Ana shu yerda videolarni, keyin tagida fayllari bilan bemalol tomosha qilishinglar mumkin. Kurs o'zim aytaman, pro darajada yozilgan. Undan tashqari mana shu YouTube kanalimga bepul darslarni yuklab boryapman. 3D Max'dan 0 dan o'rganish va time lapslar qilib, menga ham obuna bo'lishni unutmanglar, like bosinglar. Xudo xolasa dalshi yangi videolarda